Salom hammaga. Biochemistry modul doirasidagi 16-darsimizga xush kelibsiz. Ushbu darsda biz sizlar bilan exercise and starvation mavzusi haqida gaplashamiz. Exercise so'zini bilamiz. Ko'pchiligimiz mashq, harakat qilish degan so'zga to'g'ri keladi. Starvation esa ochlik. Ushbu mavzuda biz sizlar bilan jismoniy mashq qilganimizda, yurganimizda va och qolgan paytimizda organizmimizda, metabolizmda qanaqangi o'zgarishlar ro'y beradi va organizm qaysi energiya hisobiga faoliyat ko'rsatadi. Mana shu haqida gaplashib chiqamiz. Jismoniy harakat qilgan paytimizda muskullarimiz o'zida zaxira holatda saqlanib qolayotgan ATFdan birinchi bo'lib foydalanadi va bu ATF atiga 1-2 soniya, ya'ni juda ham kam qisqa muddat orasida parchalanib, energiya hosil qilib sarflanib ketadi va bundan keyingi duration, ya'ni muskulda harakatini vaqti va intensity, kuchi, tezligi boshqa fuels, ya'ni energiya manbalariga bog'liq bo'lib qoladi. Birinchi navbatda biz energiya manbai sifatida glikogendan foydalansak bo'ladi. Bilamiz, glikogen glyukozaga parchalanadi. Glyukoza esa glikoza orqali piruvatdan esa keyinchalik asetil-koa hosil bo'lib, 3 karbon kislota siklida ko'p miqdorda ATF energiyasini sintezlab berishi mumkin. Lekin bu jarayon juda ham sekin va dastlabki fazalarda muskulni kuchli ravishda ishlashini, qisqarib bo'shashini ta'minlash uchun bizga boshqa energiya manbai kerak va mana shu joyda muskullar aynan kreatindan foydalanadi. Bu kreatinin emas, kreatin. Mana bu qismda bitta n harfi bor, ahamiyat beramiz va aynan mana shu modda tez miqdorda, ko'p miqdorda ATFni qayta tiklab berish uchun xizmat qiladi. Kreatin ayniqsa yurak hamda tanadagi skelet mushaklari hujayralarida juda ham muhim ahamiyat kasb etadi va u mushaklar tarkibida o'ziga bitta fosfat guruhini bog'lagan holatda, ya'ni fosfokreatin holatida uchraydi. Biz yuqorida gaplashib o'tdik, dastlabki mashqni birinchi-ikkinchi sekundidayoq mushakdagi ATP parchalanib ketadi. ATP parchalanib ADP ga aylanadi va mana shu jarayonda energiya ajralib chiqadi. Mana shu bizdagi fosfokreatin aynan mana bu ADP ga o'zidagi fosfat guruhini berib, yana qaytadan ATP, ya'ni adenosin trifosfat energiyaga boy bo'lgan molekulalarning sintezlanishini ta'minlab beradi. Bu esa mana shu intens mashq, ya'ni juda ham kuchli, tez bo'lganda, masalan 50 metrga, 10-15 metrga tez yugurganda, sprint yugurganda mushaklarga zarur bo'lgan ATF energiyasini ta'minlab berish vazifasini bajaradi. Chunki yuqorida aytib o'tdik, o'zidagi zaxira holatdagi ATF juda tez parchalanib ketadi. Uni o'rniga nimadir yana mana shu ATFni ta'minlab berishi kerak. Biz quyida sxemada ko'rishimiz mumkin. Kreatin molekulasiga kreatin kinaza ferment yordamida bitta fosfat guruhi qo'shilyapti va fosfokreatinni hosil qilyapti. Mushaklardagi kreatin organizmda spontan ravishda, ya'ni hech qanday biror bir ferment yoki boshqa moddaga bog'liq bo'lmagan ravishda kreatininga aylanadi. Chizmaga ahamiyat beramiz. Kreatin mana bu modda va u kreatininga aylanyapti. Kreatinin esa organizmdan ekskressiya qilinuvchi modda va mana shu organizmdagi qondagi kreatinning miqdori muskul massasiga proporsional. Aynan shuni hisobiga ham biz laboratoriya tekshiruvlarda kreatinni ko'radigan bo'lsak, erkaklarda ayollarga nisbatan yuqori bo'ladi. Sababi erkaklarning tana mushak massasi yuqoriroq bo'ladi. Va aytib o'tganimizdek, kreatinin buyraklar tomonidan ekskressiya qilinadi. Biz sizlar bilan yuqorida juda ham qisqa vaqt davomida muskulni ko'p miqdorda energiya bilan ta'minlab beruvchi moddalar haqida, ya'ni ATP hamda kreatin haqida gaplashdik. Lekin mana shu ikkala modda ham bir necha sekundlar davomida muskullar tomonidan sarflanib bo'ladi, ishlatilib bo'ladi. Va bu mana shu qanday mashqlar desak bo'ladi? Heavy lifting masalan aytib o'tyapmiz. Og'ir yukni bittada ko'targanimizda, masalan, tosh ko'taruvchilar bor. Birinchi ko'targandayoq mana shu ATP va kreatin, ularning muskuldagi kreatin parchalanib ketadi. Yoki sprinting, juda ham tez 50 metrga, 100 metrga yugurganda dastlabki yugurishni sekundlardayoq bu moddalardagi energiya sarflanib ketib qoladi. Va uzoqroq muddatdagi agar biz mana shunaqangi mashg'ulot bilan shug'ullansak yoki mushaklarimizni ishlatishimiz kerak bo'lsa, biz boshqa mana shu energiya hosil qiluvchi yo'llarga tayanishimiz kerak va bu yo'llarning hammasi sekinroq
davom etadi, sekinroq energiyani hosil qilib beradi bizga. Va shuni hisobiga ham muskullar bilan qilinadigan intense ish, ya'ni masalan sprint yugurish yoki shunaqa tosh ko'tarish uzoq muddat davomida qila olmaymiz. Masalan, 50 metrgacha juda tez yugurishimiz mumkin, undan keyin yugurishimiz sekinlashadi. Yoki oladigan bo'lsak, marafon yuguruvchilar uzoq masofaga juda ham ko'p vaqt davomida yugurib borgani uchun ham juda ham sekin yuguradi va mana shu paytda ularning mushaklarida ATF energiyasi sintezlanib olishga ulguradi. Muskullar fiziologiyasidan bizga ma'lum, muskullar qisqarayotgan paytda ularning endoplazmatik retikulum, ya'ni endoplazmatik to'rda saqlanib turgan kalsiy sitoplazmaga ajralib chiqadi va aynan mana shu kalsiy qisqarishda qatnashishdan tashqari muskuldagi metabolizmni ham stimul qiladi, ya'ni aktivlantirib beradi, kuchaytirib beradi. Bu esa glikogenolizis hamda TCA cycle'ni yana ham aktivroq ishlashiga va shu orqali muskulda ishi uchun zarur bo'lgan ATF energiyasini ko'proq sintezlanishiga sabab bo'ladi. Chizmaga ahamiyat qaratamiz. Kalsiy kalmadulin kompleksi hosil bo'ldi va u glikogen fosfokinaza A fermentini aktivlashtiryapti. Ushbu ferment o'z navbatida glikogen fosforilaza fermentini aktivlashtirib beryapti. Biz sizlar bilan avvalgi mavzularda gaplashganmiz. Glikogen fosforilaza glikogenni fosforillab, uni parchalanishini ta'minlab beruvchi asosiy fermentlardan biri edi. Shu orqali glikogen parchalanib, muskul ish uchun zarur bo'lgan ATF energiyasi sintezlanadi. Ushbu TCA cycle'ni sxematik ko'rinishdagi asosiy checkpointlarga ham ahamiyat beramiz. Aynan izositrat alfa ketoglutaratga aylanishidagi izositrat dehidrogenaza fermenti ADP, ya'ni hujayradagi ATFni parchalanishdan hosil bo'lgan mahsulot hamda kalsiyning yuqori miqdori ta'sirida aktivlanar edi va bu fermentni kuchliroq ishlashi mana shu 3 karbon kislota siklining tezroq ishlashiga va ko'p miqdorda NADH, shu orqali esa ATP ni hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari kalsiy alfa ketoglutaratdan suksinil koenzim A ni hosil qiluvchi alfa ketoglutarat dehidrogenaza fermentini ham aktivlantirish xususiyatiga ega va ko'rib turganingizdek, ushbu bosqichda ham NADH molekulasi ajralib chiqadi. Elektron transport zanjirida ushbu molekula o'zidagi elektron transport zanjiriga beradi va ATF sintezlanish uchun ushbu energiya sarflanadi. Aynan mushaklarimiz o'ziga zarur bo'lgan energiyani qanday metabolizmdan olishiga qarab turib, biz exercise, mashqni ham shartli ravishda ikkita turga ajratib olsak bo'ladi. Aerobik, kislorodli, anaerobik, kislorodsiz. Aerobik exercise, ya'ni kislorodli mashq qilish qanday? Bu uzoq masofadaga yugurish bo'lishi mumkin yoki uzoq muddat bir ishni bir me'yorda qilish, ya'ni juda ham tez emas, juda ham sekin ham emas. Tasavvur qiling, marafon yugurish, 42 kilometrga yugurish kerak va mana shu yugurishda coordinated effort by organ systems, ya'ni butun tana koordinatsiyalashgan, bir-biriga bog'langan holatda mana shu metabolizmni ta'minlab beradi va bunda muskullarning ishi uchun juda ham ko'plab energiya manbalari foydalaniladi. Masalan, birinchi navbatda ularning o'zidagi ATF, undan keyin yuqorida gaplashgan kreatin, undan keyin esa glikogendan keyin lipidlar, yog'lar hamda va eng so'ngida bo'lishi mumkin oqsillar ham ishlatilishi mumkin. Anaerobik exercise esa bu kislorodsiz bo'lib, sprinting, ya'ni juda ham qisqa vaqt davomida mushak katta ish bajarganda kerak bo'ladi. Sprinting yuqorida aytib o'tdik, bu tez yugurish yoki weight lifting, bu tosh ko'tarish mana bunaqangi. Va mana shu paytda muskul o'ziga juda ham katta energiyani qisqa muddatda o'zida to'planib turgan ATF hamda kreatindan oladi. Va bu to'lig'icha muskulni potensiyaliga bog'liq. Nima demoqchimiz? Agar muskulda mana shunaqangi energiya manbalari kreatin hamda ATF ko'p bo'lsa, ko'proq yukni ko'tara oladi. Shuni hisobiga ham bodybuilderlarda yoki mana bunaqangi tosh ko'taruvchilar yoki sprint yuguruvchilarni ana shu kerak bo'ladigan mushaklarni hajmi kattalashgan bo'ladi. Hamda bundan tashqari nimaga ularni mana shu mashqi kislorodsiz deyishimizga sabab yana bittasi, mana shunaqangi peak contraction, juda ham kuchli qisqargan paytda muskuldagi qon tomirlari bosilib qoladi va natijada unga qon kelishi to'xtaydi va muskul to'lig'icha organizmdan ajralib qoladi. Tasavvur qiling, mana bunaqangi 100-200 kg yukni ko'targanda muskul shu darajada kuchli qisqaradiki, o'ziga kelayotgan qonni to'xtatib qo'yadi. Anaerobik exercise'ni keling 40 yard sprint, ya'ni 40 yardga sprint yugurish misolida ko'rib chiqamiz. Yard bu 1 metrdan biroz kichik bo'lgan masofa, demak buni 35-40 metr orasidagi masofa deb qabul qilsak bo'ladi.
Bunda dastlabki sekundlardayoq ATF hamda kreatin fosfat hisobiga hosil bo'ladigan energiya sarflanib ketadi va undan keyin glikogen parchalanishni boshlaydi. Glikogen parchalanayotgan paytda TCA cycle ga kirmaydi. Sababi TCA cycle juda ham sekin ATF ni qayta regeneratsiya qilib berish uchun. Shuni hisobiga mushak hujayralari mana shu parchalanayotgan glikogenni laktatga aylantiradi, ya'ni piruvatdan laktat hosil qiladi va bu esa biz bilamiz anaerobik metabolizmdir. Va mana shu tez yugurish davomida dastlabki soniyalardagi ishlatib ketgan energiyadan keyin glikogen parchalanish boshlandi deb aytdik va u laktatga aylanyapti. Mana shu laktat muskulda to'planib qoladi va muskuldagi kreatinin fosfat tezda parchalanib sarflanib ketadi. Va natijada muskulni pH tushib laktat hisobiga muskulda cramps, og'riqlar paydo bo'ladi. Hech sinab ko'rganmiz mana shunaqangi tez yugurgandan keyin mushaklarda tortish bo'lishi mumkin yoki mushaklarda kuchli og'riq bo'ladi. Bularni barchasi undagi to'planayotgan laktat hisobiga. Aerobik mashqlarni mana shu mashqning davomiyligiga ko'ra moderate hamda juda ham intense bo'lgan turlarga ajratib olishimiz mumkin. Moderate bu yengilroq bo'lgan aerobik mashq. Masalan, 1 milga yugurish. 1 mil taxminan 1,6 kilometr masofa. Va bu masofani bosib o'tishda energiya qanday sarflanadi? Dastlabki soniyalardayoq ATF hamda kreatin fosfatdagi energiya sarflanib ketadi muskul tomonidan. Undan keyingi eng asosiy energiya manbai glikogen bo'lib qoladi. Glikogen bunda juda sprint yugurishga o'xshab turib, laktatga emas, balki aerob metabolizm orqali karbonat angidrid va suvgacha parchalanadi va shuni hisobiga ham 3 karbon kislota sikli va oksidativ fosforillanish ATF ni qaytadan sintezlab berishga va mushaklarni uzoqroq muddat ishlashiga ta'minlab bera oladi, yordam beradi va mushaklarda laktatni hosil bo'lishi nisbatan kam bo'ladi. Sababi kislorod kelyapti, 3 karbon kislota sikli ishlayapti, laktat to'planib qolmayapti va shuni hisobiga ham muskullarda og'riqlar, kramplar kuzatilmaydi. Aynan mana shu jarayonni doimiy ravishda qilish orqali karbohidrat loading holatini ko'rishimiz mumkin, ya'ni mushaklarda karbohidratni aynan glikogen holatida ko'proq miqdorda to'planishiga sabab bo'ladi. Intense aerobic exercise. Bunga misol qilib marafonni keltirishimiz mumkin. Marafon nimaga intense? Sababi juda ham uzoq masofaga yugurish kerak va bunda muskullar albatta juda ham ko'p miqdorda energiyani talab qiladi va bu energiyani glikogen ham, yuqorida aytgan ATF va kreatin fosfat ham ta'minlab bera olmaydi. Bunda muskullar boshqa energiya manbaidan foydalanishi kerak. Masalan, yog' to'qimasida to'planib turgan yog'lardan. Va aynan shuni hisobiga ham marafonda mana shu kerak bo'ladigan energiya muskul, jigar hamda yog' to'qimasi adipose tissue orasidagi bog'liqlik hisobida ta'minlab beriladi. ATP and creatine fosfat yuqorida aytib o'tdik, birinchi sekundlarda foydalanadi. Muskuldagi glikogen karbonat angidridgacha parchalanib ATF hosil qiladi, lekin uni ham miqdori yetarli emas, chunki muskul juda ham ko'p ishlashi kerak. Liver glycogen, ya'ni jigarda to'planayotgan glikogen muskullarga yordam beradi. O'zi glyukoza hosil bo'lish uchun sarflanadi, qonga chiqadi va muskul va tananing boshqa organlari tomonidan ishlatiladi. Va mana shunaqangi marafon yugurish paytida ko'pincha tanadagi barcha glikogen ishlatilib ketib qoladi dastlabki muddatdayoq. Ya'ni 1 soat yuguradigan bo'lsa, dastlabki 20-30 minutga yetishi mumkin, balki 15 minutga yetar. Mana shu dastlabki fazalardayoq glikogen parchalanib ketib bo'ladi va bundan keyingi organizmda muskullar uchun zarur bo'lgan energiyani sintezlanishi boshqa manbalarga, masalan, fatty acids, yog' kislotalariga qarab qoladi. Ushbu jarayon sekinroq hisoblanadi nisbatan, chunki glikogen to'g'ridan-to'g'ri glyukozaga parchalanishi va glyukoza energiya hosil bo'lishi uchun osongina sarflanishi mumkin, lekin yog' kislotalarida unday emas. Ular dastlab bir necha bosqichlarni boshdan kechirishi kerak. Va shuni hisobiga ham, sekin jarayon bo'lgani hisobiga ham uzoq masofaga yuguruvchilarda tezlik cheklangan bo'ladi, ya'ni sekinroq yugurish kerak bo'ladi. Professional sportchilar, professional yuguruvchilar, ya'ni elite runners aynan mana shu holatdan, ya'ni organizmdagi glikogen hamda yog' kislotalarini, yog'li moddalarni, yog' to'qimasini bir-biriga bo'lgan balansidan mana shunaqangi uzoq masofalarga yugurishda tayyorlanishda ishlatadi. Qanday qilib? Ular muskullarida, tanasida keragicha glikogen hamda yog' moddasini zaxira holatida to'playdi. Aynan mana shunaqangi uzoq masofaga yugurish paytida organizmda maloneyl koenzim A ning miqdori tushib ketadi. Biz gaplashganmiz, maloneyl koenzim A bu
beta oxidation, ya'ni yog' kislotalarini parchalanishini, oksidlanishini kuchli ingibitsiya qiluvchi modda hisoblanadi va organizmda asetil koenzim A karboksilaza ferment ta'sirida hosil bo'ladi va yog' kislotalarini sintezi uchun sarflanadi. Lekin mana shunaqangi uzoq muddatga yugurganda yoki uzoq muddat davomida ish harakati bajarilganda organizmda glyukogen hamda epinefrinning miqdori yuqori bo'ladi. Bu esa aynan asetil koenzim A karboksilaza fermentini ingibitsiya qilib, malonil koenzim A ni miqdori kamayishiga va beta oksidlanish jarayonini aktivlanishiga, yog' kislotalarini parchalanishiga sabab bo'ladi. Biz sizlar bilan beta oxidation mavzusida gaplashganmiz. Hujayra sitozolidagi yog' kislotalari mitoxondriyaning ichiga kirish uchun dastlab inner membrane space ga o'tadi. U yerda esa carnitin shuttle orqali ichki mitoxondrial matrix qismiga kiradi. Va aynan mana shu jarayondagi dastlabki reaksiyani malonil CoA carnitil palmitoyl transferaza 1 fermentini ingibitsiya qilish orqali to'xtatadi va shu orqali yog' kislotalarini sintezini kuchaytirar edi. Lekin intense aerobic exercise paytida uni miqdorini tushadi dedik. Bu esa mana shu carnitin shuttle yana ham yaxshiroq ishlashiga va mitoxondriyalarga ko'proq miqdorda mana shu fatty acid CoA ni kirishi va energiya hosil qilib bo'lishi uchun sarflanishi uchun sharoit yaratib beradi. Muscle cramps haqida ma'lumot aytib o'tdik. Yana bir marta eslatib o'taman. Tasavvur qiling, qo'lingizda og'ir yukni ko'tarib turibsiz. Masalan, bir qop narsani ko'tarib turgan paytimizda muskulda juda ham og'riq yuzaga keladi. Aynan mana shu og'riqni biz muscle cramps deb ataymiz. Bunda muskulning juda ham ko'p miqdorda ish bajarishini hisobiga NAD+ ni sarflab yuborish kuzatiladi. NAD+ ni regeneratsiya qilib beruvchi sistemalar TCH cycle hamda elektron transport zanjiri uzoq muddat oladi. Shuni hisobiga ham hujayrada NADH-NAD ratio, ya'ni NADH ni NAD ga bo'lgan qiymati, miqdori ortib ketadi. Bu esa aynan glikolizni piruvotdan esa 3 karbon kislota sigli orqali energiya hosil bo'lishiga emas, balki laktatga aylanishini ta'minlab beradi. Mana shu jarayonni aktivlashtirib yuboradi. Bu esa hujayrada laktatni to'planib qolishiga va pH ni tushishiga sabab bo'ladi. Aynan pH ni tushishi muskul hujayralarda krampni yuzaga keltiradi. Shuni hisobiga ham yuguruvchilarda ko'pincha hujayralarda, muskul hujayralarda mana shunga adaptatsiya sifatida mitoxondriyalarning soni juda ham ko'p bo'lishi kuzatiladi. Bu muskulning massasining yuqori bo'lishiga, hajmining katta bo'lishiga sabab bo'ladi. Muscle crampsni nimaga yuzaga kelishini aynan mana bu glikolizni reaksiyalar misolida ham gaplashamiz. Glikoliz reaksiyalarida biz aytganimiz NAD+ sarflanadi va NADH molekulasi hosil bo'ladi. Va hujayrada NAD+ ni miqdori limited, ya'ni chegaralangan. Va aynan mana shu intense ish vaqtida NAD ni hamma miqdori sarflanib ketib qolgan bo'lsa, uni regeneratsiya qilishimiz kerak. Kislorod bor paytda, ya'ni muskul yetarlicha kislorodni o'ziga qabul qilsa va ma'lum bir vaqt bo'lsa, buni mitoxondriyada 3 karbon kislota sikli orqali NAD ga qayta regeneratsiya qilinadi. Lekin kislorod bo'lmasa, muskul va juda ham kuchli ishlayotgan bo'lsa, vaqt yetarli bo'lmasa, NADH ni regeneratsiya qilish uchun laktat yo'lidan foydalaniladi. Ya'ni bunda laktat dehidrogenaza fermenti orqali laktat hamda NAD+ hosil bo'ladi NADH dan. Va natijada mana shu laktat hujayrada to'planib, muscle cramps ni yuzaga keltiradi. Fat state, ya'ni biz ovqatlangan paytimizda metabolizm qanday bo'ladi? Bunda ovqatlangan ovqatimiz tarkibidagi moddalar monomerlargacha parchalanadi. Masalan, uglevodlar glyukozaga, oqsillar aminokislotaga parchalanadi va glyukoza aminokislotalar to'g'ridan-to'g'ri qon tomirlariga ichaklardan so'rib olinadi. Lipidlar esa xilomikronlar ko'rinishda limfa tomirlariga so'riladi. Limfa tomirlari esa keyinchalik qonga quyiladi. Va aynan mana shu biz ovqat yegan paytimizda pankreas, oshqozon osti bezni beta hujayralaridan insulin sekretsiya bo'ladi. Va bu insulinning sekretsiya bo'lishi glyukozani qondagi yuqori miqdori ta'sirida yoki parasimpatik sistema tomonidan aktivlantirilishi mumkin. Va aynan mana shu insulinning sekretsiya bo'lishi organizmda ortiqcha miqdordagi energiya glyukozani hujayralarga kiritib berish, ularda glikogen holatda, zaxira holatda saqlab olish uchun xizmat qiladi. Insulinning qanday effektlari bor? Insulin organizmdagi barcha sintetik, ya'ni sintezlanish reaksiyalarini kuchaytirib, parchalanish reaksiyalarini sekinlashtiradi. Masalan, glikogen sintezini jigarda va muskulda kuchaytirib beradi, glikolizni kuchaytiradi, glyukoneogenez jarayonini
bloklaydi, ingibitsiya qiladi. Ya'ni glyukoza bo'lmagan, uglevod bo'lmagan moddalardan glyukozani hosil bo'lishini to'xtatadi. Bu mantiqiy, sababi o'zi organizmda glyukoza miqdori yuqori bo'lganda insulin ajralib chiqyapti va glyukozani yuqori paytda glyukozani yangitdan hosil qilish shart emas. Aynan mana shu ko'p miqdordagi glyukozani aksincha yog' to'qimasida trigliseridlar holatida saqlab qo'yish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari aminokislotalarning muskulyar tomonidan o'zlashtirilishi ham ortadi va proteinning sintezi ortadi. Proteinlarni parchalanib, energiya hosil qilishi esa ingibitsiya bo'ladi insulin ta'sirida. Glukokinaza fermenti. Glukokinaza fermenti bilamiz, liver, jigar hamda pankreas oshqozon osti bezida bo'ladi va aynan mana shu ferment insulinga bog'liq ravishda ishlab, insulin tomonidan aktivlantiriladi. Bunda insulin aynan mana shu fermentni transkripsiyasini oshirib yuboradi. Biz bilamiz, glukokinaza fermenti glyukozani glyukoza 6 fosfat holatida hujayralarga o'zlashtirilishini promote qilib beradi, ya'ni ta'minlab beradi. Insulin qanday qilib glikolizni aktivlashtiradi? Biz glikoliz mavzusida gaplashganmiz. Fruktoza 6 fosfatdan fruktoza 1,6 bisfosfatni hosil bo'lishi aynan checkpoint hisoblanadi va bunda fosfofruktokinaza 1 fermenti ishtirok etar edi. Aynan mana shu fermentni faolligi fruktoza 2,6 bisfosfat tomonidan aktivlashtirilar edi va bu fruktoza 6 fosfatdan hosil bo'luvchi modda. Aynan mana shu moddani hosil bo'lishini insulin kuchaytirib berar edi. Insulin bo'lsa mana bu reaksiyani chapga borishni, fruktoza 2,6 bisfosfatni hosil bo'lishini stimullaydi va bu modda aynan mana bu fermentning aktivligini oshirib, fruktoza 6 fosfatni fruktoza 1,6 bisfosfatga aylanishini yana ham tezlashtirib, glikolizni stimullab beradi. Insulinning glikogenga ta'siri. Biz bilamiz, glyukoza polimer sifatida glikogen holatda to'planadi va buni aynan glikogen sintezi fermenti ta'minlab beradi. Glikogen qayta parchalanib, yana glyukoza hosil bo'lishi mumkin. Bunda glikogen fosforilaza degan asosiy ferment mavjud. Insulin aynan glikogen sinteziga ta'sir qilib, uning aktivligini oshiradi va glyukozadan glikogen sintezlanishini stimullab beradi. Glyukogen hamda epinefrin gormonlari esa moddalar, biologik faol bo'lgan moddalar glikogen fosforilaza fermentini aktivlashtirib, glikogenni parchalanishini ta'minlab beradi. Ya'ni mana shu ikkala sistema bir-biriga qarama-qarshi ishlaydi. Yog' kislotalarining sinteziga insulinning ta'siri. Insulin aynan yog' kislotalari sintezida ishtirok etuvchi checkpoint ferment hisoblangan asetil koenzim A karboksilaza fermentini stimullab berish xususiyatiga ega va shu orqali asetil koenzim A dan malonil CoAni hosil bo'lishini orttiradi. Malonil koenzim A esa keyinchalik yog' sintezida ishtirok etadi, kuchaytiradi va yog'larning parchalanish jarayoni bo'lgan beta oxidation jarayonini ingibitsiya qiladi va shu orqali glyukozani ortiqcha miqdordagi organizmdagi energiyani yog' sifatida saqlab qolinishi uchun xizmat qiladi. Fasting and starvation. Fasting bu ovqat yemasdan yurish, starvation esa juda ham ochlik payti. Deyarli bir-biriga ma'nodosh bo'lgan so'zlar, birozgina farqi bor. Va biz mana shu ovqatlanmaganimizdan keyin bir necha soatlarda glyukozani miqdori tushadi. Ya'ni biz ovqatlanganimizda qonda glyukozani miqdori birdaniga ko'tariladi va ma'lum muddat bir necha soatda uni miqdori normaga qaytadi. Va bu jarayonda insulinni qondagi miqdori ham pasayadi va uni o'rniga glyukogenning miqdori ortadi. Buni sababi nimaga? Sababi qondagi glyukozani doimiy miqdorini ushlab turish uchun organizm tana organlari uchun zarur bo'lgan glyukoza miqdorini yetib borishi uchun biz energiya zaxiralarini sarflab glyukozaga aylantirib berishimiz kerak. Shuning uchun ham glyukogenning miqdori ortadi va bu birinchi modda, bu albatta zaxira holatidagi glikogendir. Glyukogenning eng asosiy effekti aytib o'tganimizdek glikogenni parchalash. Jigardagi glikogenni parchalaydi. Bu esa qon plazmasidagi glyukozani doimiy miqdorini ushlab turishga yordam beradi. Va mana shu biz ovqatlanishimiz, ya'ni ertalabki nonushta bilan tushlik bilan kechki ovqatlanish o'rtasidagi qondagi glyukozani asosiy miqdorini ta'minlab beruvchi source, ya'ni manba aynan mana shu glikogendir. Jigarda to'planib turgan glikogen. Va buni glyukogen gormoni uni parchalanishini ta'minlab beryapti. Glyukogen gormonining boshqa effektlari bu yog' kislotalarining sintezini ingibitsiya qilish, ya'ni to'lig'icha insulinga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, yog' kislotalarini yog' to'qimasidan ajralib chiqib, organizmda energiya hosil bo'lish uchun sarflanishini ta'minlab berish hamda glyukoneogenez, ya'ni glyukozani yangitdan
uglevod bo'lmagan moddalardan sintezlanishini aktivlashtirib, stimullab beradi. Glucose sources, ya'ni ochlik paytida biz ovqatlanganimizdan keyin glyukozani organizmdagi manbasi qanday o'zgaradi, aynan mana shuni ko'rsatilgan grafik. Bu yoqda vaqt keltirilgan. Bu ovqatlangan paytdagi vaqt bo'lsa, bu 8 soat, 16 soat va 36 soatgacha. Bu yoqda esa glyukozani gram taqsim hour, ya'ni miqdori keltirilgan. Biz ovqatlanishimiz bilan glyukozani miqdori juda ham yuqori bo'lyapti, pik. Va bu vaqt o'tishi bilan juda ham tez tushyapti. Ya'ni taxminan 3-4 soat davomida uni miqdori juda ham pastga tushib ketyapti. Sababi biz ovqatlanishni to'xtatdik, u parchalanib, ko'p glyukoza organizmga kirib bo'ldi, hujayralar tomonidan o'zlashtirilib bo'ldi. Va undan keyingi asosiy glyukozani miqdorini glikogen ta'minlab beryapti. Ko'rishingiz mumkin, parchalanishi u ortib boryapti glyukozani miqdori tushgan sari va u maintain bo'lib, mana shu paytda glikogen energiya manbai vazifasini bajarib boryapti va taxminan 18-24 soatgacha glikogen o'zi parchalanish hisobiga organizmda energiya paydo bo'lyapti. Keyingi vaqtlarda esa asosiy energiya manbaini glyukoneogenez ta'minlab beryapti. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yashil chiziq to'g'ri yuqoriga qarab ko'tarilyapti vaqt o'tgan sari va bundan biz xulosa qilishimiz mumkinki, glikogen organizmdagi zaxira holatdagi energiya manbai glikogen dastlab 24 soatda deyarli to'lig'icha sarflanib ketadi. Undan keyingi muhim pointimiz va uzoq muddat davomida mana shu glyukozani qondagi miqdori ko'plab turli xil manbalardan glyukozani hosil bo'lishi hisobiga ta'minlab beriladi. Bu manbalar qaysi? Alanin sikli orqali, laktat sikli orqali, glitserol sikli orqali yoki odd chain fatty acids, ya'ni tog' zanjirli uglerod atomini tutgan yog' kislotalarini glyukoneogenez jarayonida glyukoza hosil qilishi hisobiga amalga oshiriladi. Alanin sikli qanday amalga oshiriladi? Ochlik paytida alanin sikli orqali muskul o'zi uchun kerakli bo'lgan glyukozani oladi. Bunda muskuldagi alanin qonga chiqariladi, qon orqali jigarga boradi. Jigarda esa alanin maxsus fermentlar va bosqichlar ta'sirida qaytadan glyukozani sintezlanishi uchun sarflanadi. Glyukoza esa, hosil bo'lgan glyukoza qonga chiqib, muskul hujayrasiga keladi va u yerda qaytadan glikolizga uchrab piruvatni hosil qiladi. Piruvat esa energiya hosil qilish uchun TCA siklda ishlatiladi va bu jarayon sikl qaytarilib beradi. Va bu yerda biz bilishimiz kerak, periferik to'qimadagi alanin, ya'ni muskullardagi alanin bu glyukozani manbai. Uni jigarga yetkazib beradigan bo'lsa, jigar unga glyukoza holatida qaytarib sintezlab beradi. Ikkinchi sikl bu Cori cycle, ya'ni laktat sikli. Laktat sikli ham xuddi alanin sikliga o'xshab ketadi, biroz boshqacha xolos. Muskuldagi glyukoza parchalanib 2 molekula laktatni hosil qiladi. Laktat esa qonga chiqib, jigarga boradi. Jigarda u qaytadan glyukoneogenez jarayoni natijasida glyukozani hosil qiladi. Glyukoza esa qonga chiqib, yana qaytadan muskulga borib, unda energiya hosil bo'lishi uchun sarflanadi. Glitserol. Ochlik paytida glitserolda metabolizmi qanday kechadi? Glitserol dastlab glitserol kinaza ferment ta'sirida glitserol 3-fosfatni hosil qiladi. Ushbu glitserol 3-fosfat esa keyinchalik glitserol 3-fosfat dehidrogenaza ferment ta'sirida dihidroaseton fosfatga aylanishi mumkin. Bilamiz, ushbu modda glikolizdagi asosiy modda hisoblangan glitseraldagi 3-fosfatga aylanishi va undan keyin esa energiya hosil bo'lishi uchun sarflanishi mumkin. Organizmda lipidlardan faqatgina odd chain, ya'ni o'zini zanjirda tog' miqdordagi uglerod atomlarini tutgan yog' kislotalaridan glyukoza hosil bo'lishi mumkin. Va qolgan jussonli lipidlardan hech qachon bunaqangi jarayon amalga oshmaydi, faqatgina ular energiya manbai sifatida sarflanishi mumkin. Bunda beta oksidlanish jarayoni ushbu odd chain fatty acids, ya'ni tog' uglerod atomiga ega bo'lgan yog' kislotalarida 3 ta karbon, 3 ta uglerod atomi qolgancha davom etadi va bu 3 ta uglerod atomli yog' kislotasini biz propionil koenzim A ga aylanishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu modda keyinchalik suksinil koenzim A ga aylanishi va TCA siklga kirib ishtirok etishi mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri glyukoneogenez jarayoni natijasida glyukozani sintezlanishi uchun ham sarflanishi mumkin. Starvation, ya'ni ochlik paytida, juda ham ochlik paytida to'qimalarning energiya manbai qanday o'zgaradi? Bunda glikoliz juda ham sekinlashadi, chunki organizmda insulinning miqdori juda ham kamayib ketadi. Insulinning miqdori kamligi esa glikolizni juda ham sekinlashib ketishiga sabab bo'ladi. Bu
organizmda muskul hamda jigar tomonidan glyukozani utilizatsiya bo'lishi foydalanishini sekinlashtiradi va bunda muskul hamda jigar ko'proq fatty acid beta oxidation, ya'ni yog' kislotalarining beta oksidlanishi natijasida ajralib chiqayotgan energiyadan foydalanadi. Bu esa qondagi glyukozani normal miqdorda turishi uchun zarur bo'lgan glyukozani ortib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni muskul bilan jigar qondagi glyukozani o'zini ishi uchun, o'zini energiya hosil qilishi uchun o'zlashtirib olmaydi va qonda glyukozani miqdori normal saqlanadi. Malnutrition bu to'yib ovqatlanmaslik natijasida rivojlanmagan mamlakat, qashshoq mamlakatlarda aholi orasida uchraydigan holat bo'lib, ikki xil kasallik holati bor. Asosiy biz bilishimiz kerak bo'lgan birinchisi bu Kwashiorkor kasalligi. Bu organizmga yetarli bo'lmagan proteinni qabul qilish natijasida yuzaga keladi va kam miqdorda qabul qilingan protein hisobiga gipoalbuminemiya yuzaga keladi. Ya'ni qonda bilamiz albumin oqsillari bor. Albumin oqsillari qonni onkotik bosimini ta'minlab berish funksiyasini bajaradi. Onkotik bosim bu aynan mana shu qondagi kolloid moddalar hisobiga uning tarkibida suvni tutib turilishi va albuminning miqdori kam bo'lishi mana shu suvni to'qimalariga chiqib ketishiga sabab bo'ladi va edema, shishga olib keladi. Va aynan mana shunaqangi Kwashiorkor kasalligiga chalingan bemorlarda, insonlarda tana shishib ketgan bo'ladi. Ayniqsa abdomen, qorin qismi hamda oyoqlar. Mana bu bolada ko'rishingiz mumkin. Mana oyoqlari shishib ketgan va qorni shishib ketgan. O'zi esa juda ham ozg'in. Malnutrition bilan bog'liq bo'lgan ikkinchi kasallik holati bu marazmus yoki marazm kasalligi. Ushbu kasallik Kwashiorkor kasalligidan farq qilib faqatgina protein emas, balki energiya, organizmga qabul qilinadigan energiyaning juda kamligi natijasida yuzaga keladi. Bu esa butun tana uchun zarur bo'lgan kaloriyani yo'qolishiga va belgilari bu Kwashiorkor kasalligi bilan bir xil. Bemor juda ham ozg'in bo'ladi. Rasmga ahamiyat berishingiz mumkin, lekin shish bo'lmaydi tanasida ko'pincha. Va bunda muscle and fat wasting, ya'ni tanadagi nafaqat yog'larning parchalanishi, balki muskullarni ham tarkibidagi struktura elementlari parchalanib energiya hosil qilish uchun sarflanib ketishini va shuni hisobiga muskul massasini juda kam bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Bolachaga va uni otasiga ahamiyat berasiz. Juda ham qo'l oyoqlari kichkina, muskullari juda ham kichik. Hypoglycemia in children, ya'ni bolalardagi gipoglikemik holatlar. Ko'pincha bu metabolik kasalliklarda yuzaga keladi. Birinchi holat glycogen storage disease. Ushbu kasalliklar ko'pincha bolalarda belgilari kechki payt uxlab ertalab uyg'onganda yuzaga keladi. Sababi tuni bilan ular ovqatlanmaydi va mana shu jarayonda glikogen hisobiga qondagi glyukozani miqdori doimiyligi ta'minlab berilishi kerak. Va aynan glikogen storage disease bo'lgan hisobiga ham ertalab turganda bola gipoglikemik bo'ladi, qonda glyukozani miqdori kam bo'ladi va shuni hisobiga organizmda glyukoneogenez va boshqa energiya manbalari aktivlangan bo'lib, ketoz holati, qondagi ketonlarning miqdori yuqori bo'lishi kuzatiladi. Ikkinchi kasallik hereditary fructose intolerance, ya'ni tug'ma fruktozaga tolerantlikni bo'lmasligi, fruktozani o'zlashtira olmaslik. Bunda fruktozani metabolizmdagi asosiy ferment aldoloza B ni yetishmovchiligi bo'ladi organizmda. Natijada fruktoza 1 jigarda to'planib qoladi. Bu ko'pincha breast milk, ya'ni sutdan endigina chiqarilgan bolalarda kuzatiladi. Sababi ular tashqaridagi turli xil meva-cheva mahsulotlarni yeyishni boshlagan va uning tarkibidagi fruktoza organizmga tushishni boshlagan bo'ladi. Va natijada fruktoza 1 fosfat jigarda to'planadi, u ATF hosil qilmaydi va ATFni kamayishiga, energiyani kam bo'lishiga sabab bo'ladi. Biz yuqorida gaplashib o'tgan holatlarimizda qonda gipoglikemiya paytida ketonlarning miqdori ortadi, lekin shunday holat borki, gipoglikemiya bo'lishiga qaramasdan ketonlarning miqdori past bo'ladi, ya'ni hypoketotik hypoglycemiya holati kuzatiladi. Bu ko'pincha beta oksidlanish bilan bog'liq bo'lgan turli xil kasalliklarda yuzaga keladi. Tasavvur qiling, biz mana shu ochlik paytida glyukoza to'qimalar tomonidan sarflanadi va sarflanayotgan glyukozani o'rnini boshqa energiya manbalari, masalan, yog'lar ta'minlab berish kerak. Yog'lar beta oksidlanish jarayonida ketonlarni hosil qilishi va mana shu jarayonda energiya ajralib chiqishi kerak va shuni hisobiga ham ketonlarning miqdori ochlik paytida ortadi. Lekin aynan mana shu jarayonda buzilish borligini va mana shu jarayon ishlamayotgani hisobiga organizm energiyasiz qoladi va shuni hisobiga ham qondagi glyukozani juda ham ko'p miqdorda ishlatib qo'yib, gipoglikemiyaga sabab bo'ladi.
Aynan mana shu beta oksidlanish jarayonini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga misol qilib, carnitin deficiency holatini, ya'ni carnitin tanqisligini keltirishimiz mumkin. Biz yuqorida aytib o'tdik, carnitin shuttle aynan mana shu lipik asidni, ya'ni yog' kislotalarini mitoxondriyaning ichki matriksiga kirishiga yordam berar edi va carnitinning miqdori kam bo'ladi bunday bemorlarda va natijada gipoketotik gipoglikemiya kuzatiladi. Tekshirib ko'rganimizda qonda karnitinda va asil karnitinda miqdori kamligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi kasallik MCAD deficiency. MCAD so'zining kengaytmasi medium chain acyl coenzim A dehidrogenaza. Buni qisqartirib MCAD deb yodlab olsak bo'ladi. Va bunda bemorda gipoketotik gipoglikemiya fonida yuqori asil karnitinning miqdori hamda sidikda 6 dan 10 tagacha karbon molekulasini tutgan dikarboksilik asidlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.